Baxtligini qaranglar, onasi bor, g'alati bo'lib ketdi. Menda ona yo'q-da endi. Onasi borlik boshqacha narsa. Ona bo'lsa boringlar bordek yashaysizlar. Ona bo'lsa hech qanaqa kamchilik ko'rmaysizlar. Onanglar bo'lsa shunaqa davlatim onam deb yashaysizlar-da. Bu narsani afsuski tushundim. Ona yo'qotish bu juda yomon narsa. Bir xil payt oddiyroq ko'rinardi oldin menga. Men hayotda hammani boshida bor deb, lekin yo'qotganimdan keyin mana necha yil o'tsa yaxshi bo'libdi deyishgan, yaxshi bo'lmadi. Har safar onamni qadri o'tadi va onamga men hayotimdagi qiyinchiliklarni aytganimga achinganman. Aytmanglar hech narsani onaga, qiyinchilik, hayotinglarni hammasini yaxshi deb ko'pirtirib gapiringlar. Onanglarning umri uzoq bo'ladi, siqilmasin. Ertaga shu ona siqilgani bilan hech narsa hal bo'lib qolmaydi. Undan ko'ra duo qilib qo'ying desangiz, duo taqdirni o'zgartiradi. Hozir onalari qilgandek qilayotganlarini ko'rib, ichim g'alati bo'lib ketdi. Hamma narsam bor, lekin onam yo'qdi. Onanglarni duosini hozirda olib qolib, qadriga yetinglar. Tabriklayman. Shu onam tavsiyalari bilan sizga keldim. Sizni ko'rib, onamni kuydirganim uchun afsuslandim. Hozir oyimga hech narsa aytmayman, siqilmasin deyman. Qiyinchilik hammada bo'ladi. O'tib ketadi. Shuncha oyimni qanaqadir boshqacha yo'ldan ham onani qiynamanglar, ertaga menga rahmat deysizlar. Qani menga hamma shu gapni oldinroq aytgan. Har kuni 2-3 mahallab qo'yadi. Alloh xayrli qilsin, tabriklayman. Davomli bo'lsin.